Diqqat, dollar ishqibozlari darhol ogoh bo'ling. O'zbekistonda rubl va dollar kursi rekord darajada o'zgardi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 22 noyabr kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra rubl kursi 3,54 so'mga oshib 151,81 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 61,81 so'mga ko'tarilib 13,797 so'm bo'ldi. Dollar kursi 56,73 so'mga oshib 11,971 so'm bo'ldi, deyilgan xabarda. Azizlar, video rolik keng tarqalishi uchun like bosib qo'yishni unutmang.